Sizni ham devoringiz xuddi shunaqa holatdami? Rang har yili rang berasiz, ranglar o'chib ketadi, trishina tushadi. Bunga nima qilmoqchi bo'lib yuribsizmi? Sizga hozir yechimni ko'rsatamiz. Buni unaqa yorilib ketayotgan devorlarga nima qilishingizdan qat'iy nazar, nima surtasangiz ham baribir yorilib ketadi. Buni yechimi bizda bor albatta. Buni yechimi to'xtang, suv sepmoqchimisiz aka bunga? Albatta, bemalol sepsangiz bo'ladi. Xohlasangiz kachir bilan yuvsangiz bo'ladi. Sifat foydadan ustun bo'ladi. Mramor toshlardan qilgan git kamey mahsulotimiz. Bakın yo'ring, to'g'ri. Operator. Mana uyimizni qarang. 225 kvadratli obyektimizni ustalarimiz bir hafta davomida eski devorni tushirib tashlab, o'rniga yangi devordan kafeligini tortishib qilishdi. Ustalar mehnatiga bitta like yozilmas bo'lsin. Kimda-kim shunaqa mahsulotlarni birinchi qo'ldan olishni xohlasa, kanalimizga obuna bo'lib, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqib ketadigan bo'lsalaring, shunda ishlarimizni doim birinchilarda ko'rib yurasizlar. Aytgancha, ustalar mehnat qiladiganlar videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun tanishlarimizga jo'natib, like tugmasini bosib qolamiz. Salomat bo'ling. Mana sizga fasad azizlar. Dizaynlarga e'tibor beringlar. Mana ko'cha fasadimiz bo'ladi azizlar. Bu obyektimiz Namangan viloyati Chust tumanidan ustalarimiz kelib, Toshkent shahri, Olmaliq shahriga kelib bitirib berdik azizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi qo'ldan original mahsulot. Salomat bo'linglar, xizmatdamiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bundan ham ko'p dizaynlarimiz bor.